shu BUSA tashkilotida intern bo'lib, volontyor bo'lib yurgan paytlarim bu loyiha bilan o'sha kengashga chiqqanman. Juda ham qiziq bo'lgan va ko'p do'stlar orttirganman. Juda ham yoqqan. Boshda Speaking Clubga qo'shilganimda to'g'risini aytaman, tashlayotgan materiallarim o'ta ham random edi. Ya'ni har qayerdan olib tashlayaverdim. Ya'ni bitta manbadan olinmaydi. Tadbirlar mobaynida hamma ishtirokchilar bir-biri bilan muloqot qiladi va tadbir tugagandan so'ng o'ziga kamida bitta yangi do'st bilan ketadi. Assalomu alaykum, men ismim Sevinch va men Janubiy Koreyada, Busan shahrida O'zbek studentlar assotsiatsiyasidagi Speaking Club loyihasining menejerlaridan biriman. Bu loyiha tashkil topganiga 1 yilcha bo'lib qoldi. O'zim shu BUSA tashkilotida intern bo'lib, volontyor bo'lib yurgan paytlarim bu loyiha bilan o'sha kengashga chiqqanman. Asosiy maqsadi Koreyadagi o'qib yurgan studentlarni ingliz tili darajasini oshirish bo'lgan. Hammamiz bilamiz, Koreyaga keladigan studentlar minimum IELTS darajasi bilan kelishadi, ya'ni 5,5 IELTS yoki 6. Men o'zim IELTS 7 bilan kelganman va kelganimda akademik jihatdan universitetdagi darslar salgina qiyinchilik tug'dirgan. Katta berilgan vazifalarni tushunib, analiz qilib o'qish, studentlar o'sha men bilan birga o'qiyotgan studentlar Germaniya, Fransiya, Amerika davlatlaridan bo'lishgan va ularning ingliz tili darajasi biznikiga qaraganda anchagina yuqori. Endi vaholanki o'sha 5,5-6 bilan kelgan o'quvchilar Koreyaga anchagina qiynalishadi boshda kelishganda. Shu sababli Speaking Club tashkil topgan. Ya'ni biz boshda oyda 4 marta sessionlarni o'tkazganmiz. 3 marta onlayn va 1 marta offlayn. Onlayn darslarimizda bir hafta oldin ishtirokchilarga vazifalar yuklatilgan, 2 ta yoki 3 ta mavzularga oid, akademik mavzularga oid maqolalar tashlab berilgan, ularni analiz qilib, o'qib, offlayn darslarimizda esa debatlar uyushtirganmiz. Birinchi debatimiz, eslayman, universitet diplomi muhimmi yoki muhim emasmi? Shu to'g'risida bo'lgan. Speaking Clubni yuritish salgina qiyinchilik tug'dirgan. Ya'ni sabablari o'zimiz kamchilik bo'lganmiz, ustozlar juda ham kam bo'lgan. Shu sababli boshqa volontyorlarni, boshqa ustozlarni jalb qilishga harakat qilganmiz va jamoamizga juda ham ko'pchilik qiziqish bildirgan. BUSA haqida albatta Telegram va Instagram sahifalaridan kuzatib borar edim va u yerda e'lon ko'rib qolgan edim. Ya'ni BUSA organizatsiyasi yangi internlarni qabul qilish haqidagi bu e'lon edi va o'zim rezyumemni tabiiyki tashladim. Meni undan so'ng intervyuga chaqirishdi va intervyudan o'tgandan keyin BUSA jamoasiga qo'shildim. Bu assotsiatsiyaga qo'shilishim tarixi haqida gapirib beradigan bo'lsam, ular piknik tashkillashtirishgan Janubiy Koreyada va men o'sha piknikka tashrif buyurganman. Juda ham qiziq bo'lgan va ko'p do'stlar orttirganman. Juda ham yoqqan. Piknikdan so'ng Tomaris opa PUSA Speaking Club prezidentidan taklif olganman. Mana shu PUSAga qo'shilish haqida va tezlikda hamma narsamni tayyorlab, rezyumelarimni tayyorlab, hujjat topshirganman. Keyinchalik suhbat bo'lgan va o'sha suhbatdan o'tganimdan keyin PUSA oilasining a'zosiga aylanganman. Va shu orada Tomaris opa Rahmatova ismli ustoz ham qo'shilganlar. U kishi 8 yillik tajribaga ega. Tomaris opa tajribalari haqida bo'lishmoqchiman. Tomaris opa aynan nafaqat Koreyada, balkim o'zlarini ko'proq tajribalari O'zbekistonda, ya'ni biz biladigan o'sha Cambridge o'quv markazida dars berganlar. Tomaris opada 8 yildan ortiq ish tajribalari bor, aynan ingliz tili sohasida. Va oxirgi mana shu 3 yil mobaynida ham
Koreyada turli xil yoshdagi o'quvchilarga dars berib keladilar. Mani ismim Azamat. Busa Speaking Clubga qo'shilganimga hali ko'p bo'lgani yo'q. Busa Speaking Clubga qo'shilishim Tomaris opa sababli bo'ldi. Tomaris opa bilan opa ko'p bo'lib ketganmiz, to'g'risini aytsam. Busa Speaking Clubda a'zolari, ya'ni jamoa a'zolari yetishmasligi tufayli menga taklif bilan chiqdilar va men o'sha taklifni qabul qilib kirdim. Hozirda meni asosiy qiladigan ishim Telegram kanalida haftada bir necha bor ingliz tili materiallarini tashlab borish. Materiallar nimalardan iborat? Materiallar o'sha collocation, idiomalar yoki ingliz tiliga oid bo'lgan videolar. Hamma materiallar speakingga, ya'ni ingliz tili nutqini rivojlantirishga asoslangan va hozirda men bir necha bor tashlab boryapman hafta davomida. Nima uchun bu assotsiatsiyaga juda ham mehrim balandligini aytadigan bo'lsam, Koreyaga kelishdan oldin ham bu tashkilot haqida eshitganman va o'zimni qidirib ko'rganimda hurmat paydo bo'lgan. Shuning uchun iloji boricha qo'shilishni niyat qilib kelganman va mana qo'shilganman. Keyinchalik jamoamiz kattargan sayin Speaking Club formatini o'zgartirishga qaror qilganmiz. Bunda B2 va B1 guruhlar ochilgan. Ularga maxsus darslar o'tilgan. Mentor sifatida o'sha 2 oydan beri ishlab kelmoqdaman. Asosan biz Speaking Clubda har xil interaktiv o'yinlardan tashqari, interaktiv tadbirlardan tashqari, balkida intellektualniy tadbirlarga ham katta urg'u beramiz. O'zim ham Koreyaga IELTS bilan kelganligim uchun IELTS 7 topshiriq va O'zbekistonda 1 yil davomida teaching experience'im borligi uchun shu Speaking Clubga qo'shilib va bizni memberlarimiz yoki boshqa qatnashayotgan participantlarga o'z yordamimni yoki o'z feedbacklarimni berish sifatida hozirgina ishimni olib bormoqdaman. Hali qo'shilganimga ko'p bo'lmaganligi tufayli men hozir o'z ustimda qattiq ishlayapman. Ya'ni rejalar qo'yib, aynan qanaqa materiallar tashashligim haqida ham hozir ishlayapman. Ya'ni collocation ham misol uchun shunchaki random collocation emasda, asosiy bir asos olib turib, ya'ni baza olib turib, o'shdan tashlamoqchiman. Videoni ham asosan o'sha speakingga mos bo'lgan, odamlarni speakingni rivojlantiradigan videolarni tashlamoqchiman. Umumiy qilayotgan bo'lsak, hozir men o'sha strategiya Speaking Club'da strategiyasi bo'yicha ishlayapman. Haftada 3 kun tashlash niyat qilinyapti. O'shalardan biri collocation, ikkinchisi video va uchinchisi biron bir qanaqadir maqol, ingliz tili maqol. Speaking Club a'zolariga hammasiga rahmat aytaman. O'ta ham mas'uliyatli ishlashyapti va menga bu jamoada ishlash o'ta ham yoqayapti. Boshda Speaking Clubga qo'shilganimda to'g'risini aytaman, tashlayotgan materiallarim o'ta ham random edi. Ya'ni har qayerdan olib tashlayotgandim. Ya'ni bitta manbadan olinmayotdi. Hozir shunaqangi xavoga kelib qoldimki, nafaqat tashlayotgan materiallarim boshqalarga, balki o'zimga ham foydali bo'lsa, yaxshiroq bo'ladi degan xayolda o'sha strategiya qo'shishni boshladim. Strategiya nimadan iborat? Haftada 3 marta o'zimni speakingimni rivojlantiradigan materiallarni olib, to'plab, o'rganib ishni boshlayman va shu davomida o'sha kanalga ham aynan o'sha o'zimga yoqqan, o'zim o'rganayotgan, o'zim eng yaxshi deb bilgan materiallarni kanalga tashlab boraman. Albatta ikki tomondan foyda olyapti, ikki taraflama foyda bo'lyapti. Ham o'zimga foyda bo'lyapti, ham o'sha kanal a'zolariga ham foyda bo'lyapti. Boshida kanal a'zolarini o'ylab turib ishlaganimda to'g'risini aytaman, uncha rohatlanib ishlamadim. Lekin hozir shunaqa ishlashni boshladim, ya'ni o'zim o'rganyapman, ham a'zolarim o'rganyapti. Shu falsafada ishni olib borishni boshlashligim menga juda ham katta kuch bo'ldi. Bu organizatsiyada meni vazifam nimaligiga keladigan bo'lsak, men bu yerda menejer vazifasidaman. Ikkita klubda, birinchisi Pusa Speaking Club, ikkinchisi Pusa Women. Bu klublarda asosiy qiladigan ishlarim tadbirlarni rejalashtirish, joy tayyorlash o'sha tadbir uchun va kelgan ishtirokchilar bilan aloqa qilish.
Yana qo'shimchasiga aytadigan bo'lsak, mana shu tadbirlar uchun yangi g'oyalar, tadbir planlarini qilib berish bilan ham shug'ullanaman. Tadbirlarimizdagi atmosferaga keladigan bo'lsak, bizni tadbirlarda ko'proq kulgu mutoyibani tushunadigan qatnashchilar bor. Shuning uchun har bir tadbir kulguga boy bo'lib o'tadi. Va o'zimga juda ham yoqqan tarafi, mana shu tadbirlar mobaynida hamma ishtirokchilar bir-biri bilan muloqot qiladi va tadbir tugagandan so'ng o'ziga kamida bitta yangi do'st bilan ketadi. Bu tadbirlar davomida biz hammamiz bir-birimizdan nimadir o'rganamiz. Menejer sifatida biz ham ulardan ko'p narsa o'rganamiz. Bu loyihadan hech qanaqangi manfaat ko'zlanmagan, shu Koreyada yashab istiqomat qilib kelayotgan, o'qiyotgan yurtdoshlarimizga speaking, ya'ni gaplashish, ingliz tilida gaplashish qobiliyatlarini rivojlantirish, shu bilan birgalikda tanqidiy fikrlashni oshirish debatlarimiz orqali va networking muhitini yaratish. Jamoamiz hozirda anchagina kengaygan va barcha menejmerlarning o'z vazifasi bor va Speaking Club juda ham yaxshi ketyapti.